Bismillahirrahmanirrahim. 2009 yildagi yurak yarimiz bo'lgan Urumchi qirg'inchiligidan keyin o'z hayotini saqlab qolish uchun vatanimiz Sharqiy Turkistondan hijrat qilib chiqqan vatandoshlarımızın sonining ko'payishi bilan Gollandiyadagi Uyg'urlarning assimilyatsiya bo'lib ketmasligi va Xitoy tajovuzlarining millatimizni yo'q qilish siyosatiga qarshi turish uchun Uyg'urlarning milliy urf-odati va Uyg'ur kimligini saqlab qolish maqsadida vatanimiz Sharqiy Turkiston va boshqa dunyoning har qaysi bilim yurtlarida to'g'ri yo'nalishda bilim olib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan ustozlarning jam bo'lib maslahat qilishi bilan bizning eng ojiz nuqtamiz bo'lgan siyosiy ko'z qarashimiz va Uyg'ur muarifini taraqqiy qildirishni nishon qilgan holatda Yevropa Sharqiy Turkiston muarif jamiyati rasmiy qurildi. 9 yillik mehnat, 9 yillik jafo mushaqqat, 9 yillik tajriba, 9 yillik ishonch, 9 yillik natija, 9 yillik chidamchanlik, 9 yillik sabr, 9 yillik umid, 9 yillik mehnatsiz to'kilgan ter. Yevropa Sharqiy Turkiston ma'arif jamiyati qurilgan bu 9 yil jarayonida bir tarafdan Gollandiya parlament a'zolari va siyosiy partiyalar, shundaqla Gollandiyadagi boshqa davlat elchilari bilan munosabat o'rnatib, vatanimizning ahvolini tanishtirgan va Gollandiyada talaygitning siyosiy va ijtimoiy faoliyatlarni elib borgan bo'lsa, yana bir tarafdan Gollandiyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning til va xizmat jihatdagi qiyinchiliklarini kuchining yetishicha hal qilishga tirishmoqda. Jamiyatimiz omoq farzandlarimizning ona til o'rganishini osonlashtirish uchun Uyg'urlar o'ltiraqlashgan har bir rayonga ona til sinfi ta'sis qildi. Yosh o'smirlarimiz Xitoyning tahdidi, bisimi sababli boshqa davlatlardan Gollandiyaga kelishga majbur bo'lib qolgan tirishchan o'quvchilarimiz uchun milliy kimlikni saqlab qolish, o'z tariximiz haqida olim ziyolilarimiz, chet ellik donliq doktor professorlarni taklif qilib, sarxil leksiyalarni o'rnashtirib, qalbisini millatimiz, vatanimiz uchun xizmat qila oladigan yangi bir avlodni yetishtirib chiqishga tirishdi, ham tirishyapti. Biz qo'limizdan kelganning eng yaxshisini qilishga tirishimiz. Qarindoshlarning har tarafdan qo'llab-quvvatlashini so'raymiz. Muarif davlatning kuchi, muarif millatning kelgusi, muarif davlatning asosi, muarif millatning sadosi. Yevropa Sharqiy Turkiston muarif jamiyati barliq Sharqiy Turkistonliklarning jamiyati.